apa Kürermen hayatta Ecrimdi has apa Derdimdi yar çeksem capa Sizersen bilmedim Derdim diyar çeksem caba Sizersen bilmedim Yarını kütüp çarçıdı Yarını kütüp çarçıdı Derdim diyar ölüp geçsen Yoklar sen bilmedim Ya ki biri kabrem aldığa Yıklar sen bilmedim Ya ki biri kabrem aldığa Yoklar sen Assalamu alaikum, muhterem aziz ustozlar. Naq maydondagi televizor ekran oldidagi barliq qarindoshlar. El-Nazar gruppasidan hammanglarga o'tliq salom. Mening ismim Elshad Qurbon. O'zim Korli shahri Xijin noyasidan keldim. O'zim hozir Shinjon universiteti radio televiziya axborot kasbida o'qiyapman. Assalomu alaykum. Ustoz, barliq ko'rinmanlar. Mening ismim Nazarjon Mahmud. O'zim Korli Xo'shit noyasidan keldim. Hozir Shinjon universitetidagi siyosiy va ma'muriy boshqarish kasbida o'qiyapman. El-Nazar, elning nazari tushsin deb chiroyli qism qo'yibsizlar gurbonlarga. Sizlarni tabriklayman. Boshqa ustozlarningki fikr talablari bormi, anglab boqaylik. Bo'lmasa men o'zim yolg'iz o'rildim. Mo'nliq aytinglar, ovozinglarda bir kuch bor. Mo'ng boshini uchun men sizlarni yoqtirdim. Bak chiroyli aytinglar bolalarım. Naqshanlar yerda El-Nazar degan guruhga Muallimimiz Nurnisa Abbasning nazari tushdi. Buni o'zi yaxshi natija. Bunun ustiga mening bunday his qilishimcha, o'sha naqshi o'zinglarning naqshisiga o'xshamamdi. Ijodiya. Yaxshi texmi yaxshi naqshlarni ishlab, nur sahnasida chaqnashinglarni umid qilamiz. Yaxshi kelinglar. Rahmat, kelinglar. Mübarek bolsun Nazarjon. Dətlərin temisidagi naqshingiz orqali ustoz Nurnisa Abbas xonimning muayyanlashtirishiga erishdingiz.
Nurnisa Abbas xonimning ham sizni o'z guruhida g'olliq a'zoga aylantira oladiganligiga ishonamiz.